Salom barcha do'stlar, O'zbekiston xalqi. Sizlarga sog'lik, salomatlik tilab qolamiz va Photoshop qiziqchilari, ishqibozlari sizlarga hozir osongina fonni kartina tarqatishni o'rgatamiz. Например, mana bundoq. Mana bu juda oson. Biz bu uchun Photoshopni ochamiz. Fayl soздать. Okey. Belli fon bizlarga ochildi. Buni chorli fonga to'ldiramiz. Agar sizga blokirovka bo'lsa, 2 marta levi mishkani bosamiz va okey. 2 marta fonning o'ziga, sloyning o'ziga bosamiz, mana bundoq okna chiqadi va biz mana bu kichikaga Наложение градиента. Okey. Gradus 45 gradus. Bu oknani ochamiz. Например, o'zingizga yoqqan nimani tanlaysiz, biz mana buni tanlaymiz. Okey. Bunga berek bitti. Okey. Okey. Biz kopiya qilamiz 3 ta sloyga Ctrl J kopiya qiladi va kisk olamiz, razmerni o'zgartiramiz va belliga o'qqa aylantiramiz va ana bundoq nuqtachalarni chizib chiqamiz. Bu bizning kanal uncha taniqli emas, o'ylayman siz muxlislar orqali, Photoshop qiziqchilari orqali tanilib bo'lamiz. Ikkinchi sloyimizni maydaroq qilamiz, kisikchani. Mana bundoq razmerga qo'yamiz. Mana shunday qilib chiqamiz. Tanishchilar, qiziqchilar orqali tanilib ketamiz degan umiddaman. Bunday bo'ladi. Buni o'chiramiz, bizlarga mushab bermasin. Bas endi sloyga yana qilib maydaroq qilamiz va o'tib chiqamiz. Men ham professional Photoshopchi emas albatta. Lekin bilamiz qancha narsani. Xo'sh. Mana shu o'simga keldi ana. Buni biz filtr, eskiz, ixrom. Okey. Nastroykasini o'zgartirib o'tirish kerak emas. Hamma sloyimizni shunday qilib chiqamiz, filtr. Okey. Bu nastroykalarni o'zgartirish kerak emas do'stlarim. Okey. Sloyimizni ham xuddi shunday qilamiz. Filtr eksiz xrom. Okey. Va biz fonni o'zgartiramiz. Mana bu obishli deb yozilganmi? Linearный освещение добавить. Mana shunga bosamiz. Hammasini shunday qilib chiqamiz. Shu nimaga qo'yib chiqamiz? Fonga. Xo'sh, bizlarga shu narsa paydo bo'ldi. Biz buni 3 ta sloyni bitta qilamiz. Bu uchun Ctrl knopkani bosamiz, har bitta sloyning ustiga bosib chiqamiz. Har bitta sloy ustiga Ctrl E ni bosamiz. Sloyimiz bitta bo'ldi. Biz endi kartinkada qilamiz. Fayl, открыть kartinka. Например, hozir mana shu kartinkani olamiz. Meni o'zimning kartinkam Rossiyaga. Maska добавить qilamiz. Okey. Maska добавить qilamiz va buni biz bo'yab chiqamiz. Qo'ymasdan mayli, agar fonimizdan o'tib ketsa ham bo'yab olaylik. Endi buni nimalarni o'chirib chiqamiz. Hozir men sizlarga просто ko'rsatish uchun, tez bo'lish uchun shoshilaman. Siz albatta o'zingiz erkingiz bilan shoshilmasdan o'z
holatingizga taxlashingiz mumkin. Hoppa, ozgina bu sochni ustiga qitib qo'yamiz. Yumush maskasini nima qilamiz? Bizga mana bundoq rezultat paydo bo'ladi. Bu uchun biz videoliniyaga kiramiz. Versiya Shift Ctrl I ni bosamiz. Bizga kartinkani o'zi nima bo'ladi? Buni iritatsiya chiqamiz. Mana bu taxlagan fonimizga. Okay. Ctrl T ni bosamiz. Buni taxlashimiz uchun. Bosamiz. Mana do'stlarim, bizlarga kartinamiz taqdim qildi. Prosta ozgina o'xshamagan bo'lishi mumkin. Men prosta sizlarga ko'rsatish uchun tez va oson yo'lni ko'rsatdim.